Yosin surasida o'qiymiz: "Inna nahnu nuhyil mauta va naktubu ma qaddamu va asarahum." Biz deydi Alloh subhanahu va taolo, qiyomat kuni bo'lganda bu jonni olib o'ldirganlar hammasini boshqatdan tiriltirib olamiz. Hisob kitobini olamiz. Va naktubu ma qaddamu, bularni o'lgunlargacha qilgan hamma narsalarini ham yozib turamiz. Va asarahum, va orqalaridan qoldirgan narsalarni ham yozib turamiz, deyapti. O'liblar bekilmaydi-da bizning noma'lum. Tushunasizmi? O'lsa tapata hamma to'xtaydi degan gap bu Mu'tazilaning gapi. Ahli sunnatning gapi, o'lsang ham orqangdan qiladigan ishlar bor, keladigan ishlar bor. Bu oyat karimani biz buni qilib tarjima qilib o'zimizga gapirayotgan yerimiz yo'q. Oyatning zohiriy ma'nosi ham shunday keladi, botiniy ma'nosi ham shunday keladi va payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam muborak hadislari ham shunday keladi. Man sanna sunnatan hasanatan deb keladi, to'g'rimi? Necha marta qayta shu hadisda Buxoriyning rivoyatlari bilan bo'lgan sahih hadis aytaman. Kim bir yaxshi ishni o'rtaga qo'yib ketgan bo'lsa, shu yaxshi qilinadigan savobli ishga qancha odam qiyomatgacha ergashsa, bu odamga shularni qilgan savoblarini savobi yoziladi. Bu savobni qilgan odamlar savobidan olinmaydi. Ular savobi o'zida turadi. Alloh taolo alohida o'shalarning kichik savobini bunga beradi. Kim yomon ishni o'rtaga qo'yib ketgan bo'lsa, to qiyomatgacha shu yomon ishga kimlar ergashib qilgan bo'lsa, bularning gunohlari o'ziga bo'ladi. Ularning gunohlari kamaymagan holatda shu yomon ishni o'rtaga qo'yib ketgan odamga ashuncha gunoh yoziladi degan muborak gaplari bor. Demak, biz o'ldik. Orqamizdan yaxshi ishlar qilgan bo'lsa, ergashganlardan bizga savob kelyapti. Ahmoqona bir qiliqlarni, gaplarni, ishlarni, hunarlarni o'rgatib ketgan bo'lsak, ana shuncha sizni bizga orqamizdan kelyapti yana. Savol beraylik o'zimizga. Olamdan hozir o'tsak, bizni orqamizdan ergashib qiladigan nima savob o'rgatdik keyin odamlarga yoki nima kirdikorlar o'rgatdik? Hamma o'zi yaxshi biladi. To'g'rimi? Bir misol aytaman. Bir qimorvoz bittasini bolasini olib borib qimorga o'tkazganda, o'rgatib boyna bolasini pulini yeyman deb. Endi qimorvoz majlisga kelib tavba qilib o'tiribdi. To'g'ri bo'ldimi? Onani qimoriga bu javob beradimi, bermaydimi? Tushunasizmi? Bitta narkoman chekishni o'rgatib qo'ying, o'zi tavba qilib o'tiribdi bu yerda. O shagird qilyapti işte. Bittasi alkash chiqarib qo'ygan, bittasi muzikani chiqarib qo'ygan, bittasi yana bir baloni chiqarib qo'ygan. O'zi aqli kirib, tavba qilib masjidda o'tiribdi. Bu yoq nima bo'ladi? Bani Isroilda bir odam qilgan ishlariga pushaymon bo'lib, ko'p yil yig'lagan ekan. Buni yig'lagan yig'isiga farishtalar rahmi kelib, "Ya Parvardigor, tavba bo'lsa shuncha bo'lar. Pushaymon bo'lsa shuncha bo'lar. Rahm qilmaysanmi? Kechirmaysanmi bandangni?" deganda Alloh taolo aytgan ekan, "Men buni kechirsam, orqasidagilarni kim javobini beradi?" degan ekan. Buni orqasini ergashgan ana shuncha do'zaxiga kim javob beradi? Zulm bo'lmaydimi degan ekan. O'zingiz katta ochgan akalar. O'rgatdingizmi qilvirlikni, ahmoqlikni? Borib, "Uka, men senga mana ahmoq hunarni o'rgatganman. Men qilig'i o'rgatganman. Men shu ishga tavba qildim. Sendan kechirim so'ragani keldim. Bu ishni qilma. Oqibat yaxshiga olib bormas ekan. Qiyomatda menga da'vo qilma. Sen bilan oramiz ochiq" deb uzr aytishimiz kerak bo'ladi. Unga tushuntirishimiz kerak bo'ladi shu qilgan kirdikorimizni, yomon ishimizni. Savob ish bo'ladi, nur alondir. Nur alondir. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar. Farishtalar hatto daryodagi baliqlar, hatto inda turgan qumursqalar ham
odamlarga yaxshilik o'rgatgan muallimni istig'forini aytadi, Xudodan gunohini so'rab turadi deydi. Tushunyapsizmi? Yaxshilik o'rgatganga bu yaxshilikni orqasidan ergashib yurib, bizni ustozimizni, domlamizni, bizni shu hunar o'rgan, halol hunar o'rgan ustamizni Xudo rahmat qil demasa ham bo'ladi. Alloh taoloning boshqa mahluqotlari duoda turar ekan. Shu odam gunohini kechirgin. Nima uchun? Shuncha odamlar islohiyatga bo'lishga sabab bo'lgani uchun bular xursand ekan. Baliq nimaga xursand? Indagi chumol nimaga xursand? Farishta nimaga xursand? Bo'laga nima daxli bor buni desa, olamni tinch turishi, bularni osoyishta yashash ekan. Shu qumursqalar xotirjam inda turish uchun qumursqaga ziyon qilma degan gapni gapirganda dinni o'rgatgan. Baliqlar ham tinch xotirjam bo'lishligi uchun daryoga dinamit tashlama, keragini qarmoqda tutib ol. Oshchasini qo'y deb ta'lim berganda, bu zulm qilma deganda. Dovul daraxtlarini ham tinch turishi uchun ko'ringan narsani biri-biriga urchitib, gibrid qilib, karlik qilib, mahsulotni o'ldirma deb ta'lim beradi din. Nima qildi bular? Yeyotgan narsangizdan mazza topingiz, gibrid qildi. Karlik qildi. Hamma yaxshi daraxtlarni kesib karlikni ekib olgan. Qancha meva berar ekan karlik? Nima mazza topdingiz? Olib kelgan dumbilni pishirib yeyapsiz, dumbil tovuq ham yemayapti Makkani. Shu tovuq miyasi bilan biz birovni, tovuq bo'lsa kallang ishlaydim, tovuq miya deb so'kadigan aqli past tovuq ham gibrid bo'lgan Makkani yemayapti. Uni kim buzdi? Dinni bilmagan ahmoq buzdi. Dunyoni stabil holatdan, marovidan kim chiqaryapti? Dinni bilmagan, Xudoni tanimagan, nafsini qulib olgan odamlar yo'ldan chiqaryapti.